Assalomu alaykum. Shoh 91 kanali a'zolari, navbatdagi temir qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Obzorini ko'rsatib o'tamiz. Undan avval esa kanalimizga obuna bo'lib, bir donadan like bosib qo'ysalaring juda ham boshimiz osmonga yetgan bo'lardi azizlar. 7 xazinani biri deganlaridek, albatta bu qafasimiz tovuqlar uchun mo'ljallangan temir qafasimiz. Bu qafasimiz juda ham chiroyli holatda, bagadi keng holatda, bahaybat, go'zal bo'lib tayyor bo'ldi. Qo'l mehnatini berganmiz, mehrda ayamay berganmiz. Qafasimiz 6 grammli bo'lib, oldi bo'rtib chiqqan. Razmerlarga keladigan bo'lsak, uzunligi 4,5 metr, balandligi 225 sm, yon tomoni bu yergacha mana 1,5 metrni o'z ichiga oladi. Shesterning hisobi bilan 225 sm ga ajratilgan qafasimiz. Ulkan, bahaybatli, chiroyli qafas mana. Yollariga esa mana mramor shaklida suv shimmaydigan chiroyli materiallarni qoplaganmiz, bir tekisda qilib. Setkalari ham zanglamaydigan 2 ko'z rossiyskiy qalin setkalardan tortganmiz, albatta chiroyli. Bezaklarini mana nijminli holatlarda berganmiz. Oxirdon idishlari mana ikkala tomonga ham shunday qilib chiroyli qilib joylaganmiz, albatta. Bu qafasimiz Andijon viloyatiga tayyorlab berdik zakaski akalarimizga. Ichlariga kirib tanishtirib o'tamiz. Ichlari ham keng holatda bo'lgan, odamning bo'yiga xalaqit qilmaydigan holatda bo'lgan. Mana qo'noqlari ham baquvvat bo'lgan, oyoqlariga botmaydi. Mana bu tomonida va tuxumdoni bor va narigi tomoniga ham bitta mana tuxumdonni qo'yganmiz. Buning ichida tovuqlar ham mazza qilib yashaydi, xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Shoh 91 kanaliga obuna bo'ling, eng sara yangiliklarni kuzatib boring deb qolamiz. Barcha parrandalar uchun, dekorativ parrandalar uchun, qushlar uchun sifatli darajadagi temir qafaslarni tayyorlab yetkazib beramiz. Yetkazib berish shartlarimiz Namangan ichiga dastlabkilarimiz mutlaqo bepul, qolgan joylarga kilometrga qarab shopir akalarimiz o'zlari yetkazib berishadi. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar, bizni kuzatib boringlar deb qolamiz.